Chiqish qurilmalari va ulardan foydalanish. Chiqish qurilmasi tushunchasi kompyuter bu axborotni qabul qiluvchi, saqlovchi, qayta ishlovchi, foydalanuvchilarga chiqarib beruvchi elektron tizimdir. Chiqarish qurilmalari bu kompyuter tomonidan qayta ishlanayotgan ma'lumotlarni inson tushuna oladigan shaklda matn, rasm, tovush shunga o'xshash bo'ladi o'tkazib yuboruvchi qurilmalardir. Masalan, ekranda matnni ko'rish, printer hujjatni chiqarish yo karnay orqali muzikani eshitish. Bularning barchasi chiqarish jarayonida. Asosiy chiqarish qurilmalari haqida monitor eng keng tarqalgan chiqarish qurilmasi bo'ladi. Kompyuterda bajarilayotgan barcha ishlarni ekranda tasvir sifatida ko'rsatadi. Printer matn, rasm yo grafik qog'ozni chiqarish uchun ishlatiladi. Matrisali printer, siyohli printer, lazer printer bo'ladi. Bularning turlari dinamik va quloqchin bo'lsa, kompyuterda chiqayotgan tovushli signallarni eshitish imkoniyatini beradi. Muzika, video, o'yin, audio dasturlar uchun qo'llaniladi. Dinamik karnay va quloqchin bo'lsa, kompyuterda chiqayotgan tovushli signallarni eshitish imkoniyatini beradi. Muzika, video, o'yin, audio dasturlar uchun qo'llaniladi. Chiqish qurilmalarining turlari bo'ladi, 4 dona bo'ladi. Xulosada shuni aytish mumkinki, chiqarish qurilmalarida kompyuter tizimining ajralmas qismidir. Ularning yordamida foydalanuvchilar kompyuterda bajarilayotgan amallar natijasida ko'radi, eshitadi yoki qog'ozda oladi. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan chiqarish qurilmalari ham takomillashib bormoqda. Masalan, 3D printerlar, elektron va aqlli proyektlar bunga misollar bo'lib biladi.